Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Sizlar bilan Nodirbek va hozirda kunda ko'pchilikda muammo bo'layotgan holat bo'yicha gaplashamiz. Buning yechimlari internetda yo'q, o'zbekchada ayniqsa qidiradigan bo'lsanglar. Ko'pchilik hozir menga обращаться qilgan tanishlarimda bo'layotgan holat ekan. Yangi, masalan, telefoningizda, ko'chada yo uyda gaplashayotgan paytda telefon o'chib qolishi, svязь yaxshi sabab bo'lib qolsa ham o'chib qolish sababini aytib o'taman. Buning uchun masalan sizlarda Wi-Fi yoki VoLTE funksiyasi yoqilgan bo'lsa, ya'ni tushuntiraman, настройка mobilniy seti va masalan o'zingizlarni tele tarmog'i UCL, Beeline, Uzmobile, UMS qaysi birini tanlaysizlar, shirkatga kirganingizda mana bu yerda narsalar yoqib turgan bo'ladi. Masalan, men ko'rayotgan bo'lsanglar, men Vizify Wi-Fi degan narsani yoqib turibdi. Bu o'zi Wi-Fi ga turuvdi, Wi-Fi ni o'chirib qo'yganman. Wi-Fi dan, ya'ni mana bunga qo'yib qo'ysanglar, unaqa o'chib qolish holatlari bo'lmasligi kerak. Agarda bo'lish holatlari bo'lsa ham, iloj bo'lsa, mana shu narsani yaxshilab qaranglar funksiyalarga. VoLTE bu kачество связini, ya'ni aloqa va anaqasini yaxshilaydi, связьlarni. Lekin pastda VoLTE bu Wi-Fi degan, ya'ni Wi-Fi hisobiga internet bilan aloqa sifatini yaxshilaydi degan. Faqat bitta narsaga e'tibor bering, internet bilan aloqa sifatini yaxshilaydi. U degan nima degan? Wi-Fi ulangan bo'lib, Wi-Fi ishlab turgan paytda internetga ulanib ishlayotgan bo'lgan paytda, telefon gaplashayotgan paytinglar, mobil aloqa ulanmagan bo'lsa, masalan, mobil aloqa Wi-Fi dan bo'lsa, ya'ni связьlar o'chib qolaveradi. Bu narsa уже men test qilib ko'rdim o'zim, личный opitda ham, tanishlarimda ham, qo'shnilarimda ham bo'ldi. Shuning uchun mana shu предпочитать yoki mobilniy set yoki bu funksiyani umumiy olib o'chirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xiaomi, Redmi, Poco telefonlarida ayni paytda aktual bor, bu narsa bor, bo'layotgan narsa. Samsung, Huawei, Honor telefonlari, iPhone, ular uchun men garantiya ham bermayman, ichidagi funksiya bu qayerda joylashganini ham bilmayman. Mana shu Xiaomi, Poco, Redmi telefonlarida aniq bilaman. Ko'p yangi telefonlarda уже bular funksiyalar bor, yoqilgan, ichiga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar, yaxshilikda uchrashaylik. Savollar bo'lsa, telefonlar bo'yicha kommentariy yozib qoldiringlar. Hammalarga javob berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar.